Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Lada Vesta mashinamiz 1.8 motor. Bu ko'rib turibsizlar, xudo xolasa robot korobka. Robot korobka bunda shesteronka yonib, skoroskga tushish sal qiyin bo'lib qolgan. Skorga solib yurgan vaqtida tez-tez shesteronkalar yonib, skorost ajratmay qolgan. Hozir biz buni aktuator sцепленияsi ochdik. Mana aktuator sцепления. Buni asosiy muammosi mana ekan. Hop. Aktuator sinib ketgan. Sцепление. Hop, buni narxi 7,5 million atrofida chiqargan yangi aktuatori, Germaniyaniki SAK firmasiniki. Hop, egalariga aytganimizda lучше под mexanika qilib beringlar dedilar. Xudo xolasa buni chotki qilib mexanikaga aylantirib, proshivkalarni ham mexanikaga moslab beramiz. Bizda internetda ko'rib Farg'onadan kelishibdi. Xudo xolasa ishlarni go'zal holatda qilib beramiz. Mana xudo xolasa. Hop. Lada Vestamiz tayyor bo'ldi. Skora tushishlar 2 3 4 5 задний. Hop, tablokga ham proshivkasini qildim. Hop, mana yerda shesteronkani ko'rsatadigan narsasi bo'ladi. Hop, datchigi bor и tablokda mana yerda AR полный avtomatiki xullas shu narsalar ham bor. Buni proshivka orqali tablog yechilgani yo'q, mana ko'rib turibsizlar. O'sha qanaqa holatda bo'lsa, shu shuruplari ham shunday turibdi. Mana. Kulish tegmagan. Buni OBD'dan Scanmatic'da, EMD Flasher'da hop qilinadi. Mashinamiz xudo xolasa yurdi. Mana tormoz bossa keyin zapuska berish kerak edi. Tormoz bosmasa ham yuraveradigan bo'ldi. Xudo xolasa. Mana o'chiramiz. Hop. Sцепление pedal qo'ydik. Korobka troslari ham yangi bo'ldi. Faqat hozir menda bitta muammo bo'ldi. Главный silindr sцеплениянiki brak bo'lib qoldi. Brak chiqdi. Hozir almashtirib boshqa qo'yamiz. Keyin sinash jarayonini ham ko'rsatib qo'yaman mana. Рабочий silindr sцеплениянiki xullas hamma narsasi yangi bo'ladi. Yangi bo'ldi, xudo xolasa. Hop, motor ebuni olib, xudo xolasa под mexanika proshivkalarini chotki qilib yozib qo'ydim. Hop, korobkaning o'zini robotning miyasi xohlasani miyasi qoladi, xohlasani qo'linaga olib beramiz. Hop. Kimga mana robot selektri kerak bo'lsa, shaxtasi bemalol aloqa chiqaverasizlar. Aktuator bor, переключение передач. Bunda shu bitta muammo bo'lganda, bular aktuator переключение передач almashtirishgan. Vaholanki, bu aktuatordan переключение передачdan bo'lmagan. Xudo xolasa kimda shunaqa muammolar bo'lsa, robotni o'zini ham to'g'rilab berishga imkoniyatimiz bor yoki bo'lmasa robotdan mexanikaga qilish imkoniyatimiz ham bor. Qilib bitiraveramiz. Xo'p, tabloga keladigan bo'lsak, tablogida hop tabloni 3 xil holatga proshivka qilsa bo'ladi. Avtomat, podavtomat. O'shanda PRND hammasi chiqadi. Просто proshivkaning o'zi bilan. Hop, robotga proshivka qilsa bo'ladi. Unda o'sha
Skoroskga urganingiz birinchi, ikkinchi, uchinchi peredachalar o'zi urayotgan vaqtida chiqarib beradi. Zadniga urganda chiqarib beradi. Neytralga ko'rib chiqarib beradi. Mexanikada bu narsalar o'chadi hammasi. Ko'rib turibsizlar, mexanikada o'char ekan. Xo'p, endi motorda qanaqadir motor programmasida ошибкалari bor shekilli, qaysidir datchiklar ishlamas ekan shekilli. Endi uni ham biroz sразу chip tuningni darabotka qilib yozib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bizda xizmatimizda mexanikani avtomat qilish, robot qilish imkoniyati ham bor. Misol uchun bitta Lada Vesta emas, deylik Lacetti 1.6 или Lacetti 1.8 mexanikani avtomat или avtomatli mexanika qilib berish imkoniyatimiz ham bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Muammosiz. Shu, xo'p. Mashinamiz shu Farg'onadan olib kelishdi, internetda ko'rib, ixlos qilib olib kelishgan ekan. O'zimiz minnatdorchiligimizni xudo xolasa bildirib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa professional tarzda xizmatlarini bitirib beramiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga podpiska bosib qo'ying. Xudo xolasa har xil yangi ishlarni, swap qilishlarni jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Imkoniyat boricha, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xolasa bizga kelgan Vesta mashinasini ham bitirdik. Mexanika bo'ldi to'liq. Xo'p. Salon qoldi. Hop, mashinada motor faylini robot korobkadan mexanika korobkaga o'tkazganmiz. Xudo xolasa mana motorga programma yozish jarayoni ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Endi ko'pchilik so'raydi, bu qanchaga tushadi robot korobkani mexanikaga aylantirish degan savolga biroz javob berib o'tib ketaman. Aktuator narxini hisoblaganimizda просто aktuator sцепление bor. Aktuator sцепление narxini hisoblasak 7,5 million chiqdi yangisi. Mexanikaga aylantirish bo'lsa, общий xizmatlari bilan aytaman, hamma zapchasi xizmatlari bilan boshlanadi. 5,5 millionlik varianti bor. Hop, 7,5 millionlik varianti bor, 9 millionlik varianti bor. Bunda farqi deganligi, farqi zapchasida hop qaysidir detallarida farqi bo'ladi. 5,5 millionligida bizni o'zimizga ustalarga o'zguncha qiyin bo'ladi. Ba'zi bir narsalar to'g'ri kelmaydi, uni perdelka qilib, yana bir narsalarni qilib to'g'rilash kerak bo'ladi. 9 millionligi juda ham professionalniy hisoblanadi. Hamma narsasi o'sha o'tadi. 100%. Xo'p. Biz hozir bu mashinaga 7,5 millionligini qildik. Xudo xolasa bu ham yaxshi ishladi, muammo qilmaydi. Muammosiz ishlaydi 7,5 millionligi ham. Faqat ayrim narsalari bo'lmaydi. Bu deganda sцепление datchik. Sцепление datchik bo'lmasligining asosiy vazifasi, xo'p, skorost almashtirganda yoki xolastoy qilganda taxometr sразу nolga sразу o'sha o'zini holatiga 1 ga yoki 700-800 оборотga qaytmaydi. Sekin qaytadi. Sцепление datchik qo'yib, uni ham montajni qilish kerak bo'ladi. Ozguncha ko'proq vaqt ketadi shunga. Xudo xolasa bu mashinamizni sцепление datchik qo'yilmadi. Hozir Xudo xolasa. Okay. Zamog'i yopamiz. O't oldiramiz, xudo xolasa.
Bunda chip tuningda to'liq xudo xohlasa mexanikaga o'tkazdik. Ba'zi bir joylari bo'ladi. Gaz ko'tarishlari ham xudo xohlasa chotki. Ma'lum bir joylarga o'zgartirish kiritildi. Plus bu mashinada cheklari yonib yurar ekan. Hop, chek chiroqlarini ham shu ideal holatda ishlaydigan qilib, ba'zi bir ошибкалari bor ekan, ularni hammasini chiroyli qilib chip tuningda sozlab, proshivkasini tayyorlab qo'ydik. Proshivka mexanika qilganda motorga proshivka yozish shartmi deganlar bor. Albatta shart, chunki programmani ichida, programma обеспечениyaning ichida shunaqa joylari borki, korobka mexanika, avtomat, robot degan joylari bor. Ana shu narsalarni o'zgartirish kerak bo'ladi. Ularni hammasini o'zgartiriladi. Sцепление datchigi bor, yo'q, ish qilib programma обеспечениyaning o'zidan ham bir 7 ta 8 ta joydan o'zgartiriladi. Keyin mashina to'liq o'sha mexanika korobkaga o'tib, idealni chotga ishlaydi. Hozir endi buni krishkasini yopamiz va mashinani xudo xolasa test drive qilamiz. Test drive qilib bir tekshirib sinab ko'ramiz xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. YouTube kanalida kanalga agar yangi bo'lsangiz, podpiska bosib, like bosishni esdan chiqmasin.